Mana hozir baliq ovdamiz. Ulug'bek aka eng katta O'zbekiston desa ham bo'ladi, eng katta ovchilardan biri yonimda turibdi mana. Hozirgina kelib turibmiz. Hozir 1 kilolik baliqni tushirib yubordi. Endi sen bilan kelsan shunaqa bo'laveradi deb mendan to'ngayapti qara. Shunaqa gaplarda. Qalay bo'layapti endi o'zidan ham bir so'rab qo'yaylikchi. Ulug'bek aka. Kayfiyati yo'q hozir Ulug'bek akada. Atroflar